Ustozning vazifalari. Ustozning ham qilishga tegishlik vazifalar bor. Ulardan biri o'quvchilarga shafqatli bo'lish, ularni o'z bolalari o'rnida ko'rish. Ustoz ilm o'rgatganligiga haq olmaydi. Mukofot va tashakkur kutmaydi. Balki ilmni Alloh rizosi uchun o'rgatadi. O'zini o'quvchilarga ehson qilguvchi deb qaramaydi. Aksicha, o'zi terigan ilm bilan ularning qalblari Allohga yaqinlashgan sari buni ular uchun bir fazilat deb qaraydi. Chunki ular ayni bir teriqchining ekin sarida aylanib yurgan kishiga o'xshaydi. Ustoz haqqini Alloh taolodan tilish kerak. Salaflar o'quvchining hadiyasini zinhor qabul qilmaydi. Vazifalardan yana biri o'quvchiga nasihat qilib turish va ayiblab turib emas, mumkin qadar ishorat orqali yomon axloqlardan to'sish, chunki tanqid hurmat pardasini yirtib tashlaydi. Vazifalardan yana biri har o'quvchining idrok va aql saviyasiga qarash. O'quvchiga u tushunolmaydigan va aqli yetmaydigan narsalarni tangmaslik. Chunki bir hadisda rivoyat qilinishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam men kishilarga aqllari miqdorida xitob qilishga buyurildim degan. Ali raziyallohu anhu ko'ksini ishorat qilib turib, bu yerda ilm bor. Kashki bu ilmni ko'tara oladiganlarni topa olsam degan. İmam Şafii, Allah onunğa rahmet qilsin, mundaq degan. Chahar bayları arasıga çaçar menmu güherni. Qo'y baqarga nazmi qilib, jurar menmu nasrni. Nadonga ilm barsi kishi zoyi qilmish olur. Bermis agar loyiqlarga zulm etmish bo'lur. Vazifalardan yana biri ilmga amal qilish va so'z harakati birdek bo'lish. Bu haqda Alloh taolo kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmanglar. Halbuki sizlar kitobni o'qib tursizlar, tushunmaysizlar, deydi. Ali raziyallohu anhu: "Men uchun ikki odam musibatdir. Biri behayo olim, yana biri ibodatgo'y johil" degan. Muxtasar Minhajul Qasidin. İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom Tadqiqot Markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.